Jinoyat ishlari bo'yicha Shahrixon tuman sudida bo'lib o'tgan ochiq sud majlisida litsenziyasiz faoliyat yuritgan haydovchilar hamda jamoat tartibini buzgan shaxslarga nisbatan qonuniy choralar ko'rildi. Shuningdek, sud majlisida farzandlarini moddiy ta'minlash majburiyatini bajarmagan shaxslar ishi ham ko'rib chiqilib, aybdorlarga nisbatan jarima va ma'muriy qamoq jazolari tayinlandi. Yurtimizda barcha sohalarda bo'lgani kabi transport vositalarining harakat xavfsizligi ham doimiy e'tiborda. Avtomobil yo'llarida yuk tashuvchi vositalarning og'irligi belgilangan me'yorli o'lchovlarga mos bo'lishi va harakat xavfsizligini ta'minlanishi mutasaddi idoralar tomonidan qat'iy nazorat qilinadi. Bu esa fuqarolar hayot xavfsizligi, yo'l harakatida tartib va intizomni ta'minlashning muhim shartidir. O'tkazilgan reyd tadbirlarida 600 dan ortiq haydovchilar nazoratdan o'tkazilgan. Ushbu o'tkazilgan nazorat tadbirlari davomida 572 nafar belgilangan me'yordan ortiq yuk olgan haydovchilarga tegishli tartibda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 125 moddasiga asosan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Shu maqsadda jinoyat ishlari bo'yicha Shahrixon tumani sudida ochiq sud majlisi bo'lib o'tdi. Sudda transport nazorati inspeksiyasi tomonidan taqdim etilgan ma'muriy huquqbuzarlikka oid ishlar ko'rib chiqildi. Litsenziyasiz faoliyat yuritgan va qonun talablarini buzgan ayrim haydovchilarga nisbatan qonuniy choralar ko'rildi hamda ularga jarima jazosi tayinlandi. O'tkazilgan sud jarayonlarida 27 nafar huquqbuzarlik sodir qilgan haydovchilarning ma'muriy ishlari ko'rib chiqildi. Ushbu ma'muriy huquqbuzarlik sodir qilgan shaxslarning 11 nafari belgilangan muddatda litsenziya kartochkasi rasmiylashtirib, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 271 moddasining 11 bandiga asosan ushbu huquqbuzarlik ishlari tugatilgan. Shuningdek, Shahrixon tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan taqdim etilgan ma'muriy ish bo'yicha jamoat tartibini buzgan va ichki ishlar xodimlariga bo'ysunmagan 2 nafar fuqaroga nisbatan ma'muriy qamoq jazosi belgilandi. Tuman majburiy ijro byurosi tomonidan voyaga yetmagan farzandlarini moddiy ta'minlash majburiyatini bajarmagan shaxslarga oid ishlar ham ko'rib chiqildi. Sud qarorlariga ko'ra qarzdorlik miqdori 24 917 so'mni tashkil etgan va aybdor shaxslardan biriga 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Bunday ochiq va oshkora sud majlislari aholida huquqiy ong va madaniyatni yuksaltirish, qonunlarga hurmat bilan munosabatda bo'lishni mustahkamlashga xizmat qiladi. Adolat mezoni bo'lgan qonun ustuvorligi, jamiyat tinchligi va fuqarolar xavfsizligining garovidir. Bu kun Akmal Mo'ydinov, Andijon.